6. bab. Qul etqaçlarının həmisi öz xo'jayinlarini hörmətlisin. Şundaq qılğanda Xudoning nomi və Xudodan kelgan ta'limning kufrlikqa uchrab kelishidan saqlang'ili bo'ladi. Xo'jayinlarimi etqaçı bo'lsa, qullar biz hammamiz Xudoning oilasidagi qarindoshlargu deb ularga hurmatsizlik qilmasin. Aksicha, xo'jayinlarga texmi yaxshi xizmat qilsin. Chunki ularning yaxshi xizmatidan bahramand bo'lgan xo'jayinlar dal Xudoning yaxshi ko'radigan bandalaridir. Sen etqatçılarga bu ta'limlarni o'rgatgin va topilg'in. O'xshamaydigan ta'limlarni targ'ib qilgan kishi Rabbimiz Ayso Masihning haq so'zlarini, shundaqla uning bizni ixlosmandlikka yetaklaydigan ta'limini qabul qilmagan bo'ladi. Bundaq kishilar takabbur, hech nima tushunmaydigan kishilardir. Ular g'ovg'a chiqarish va gap talashishga intayin amroq. Bundaq ishlar boshqalarning orasida hasadxo'rlik, jadal majra, to'kmat, gumonxo'rlik hamda doimlik surkilish keltirib chiqaradi. Bu kishilarning niyati chirik bo'lib, haqiqatdan mahrum bo'lgan. Ularning nazarida ixlosmandlik faqatla bir tapovat yo'lidir, xolos. Darvaqa, Xudoga rozimanlik bilan ixlosmand bo'lgan odam haqiqiy ro'naq topadi. Biz bu dunyoga hech nima ilib kelmadik va bu dunyodan hech nima ilib ketamaymiz. Shunga yemak, ichmak va kiyim-kechikimiz to'liq bo'lsa, rozi bo'lishimiz kerak. Boy bo'lishni o'ylaydiganlar bo'lsa, hamon ozdirilib ketadi. Ular insonlarni quritib halok qiladigan nurg'un ziyonliq ham ahmiqona havaslarning to'rig'i tushib ketadi. Chunki pulparastlik har xil yomonlikning yiltizidir. Ba'zilar boy bo'lish havasi bilan e'tiqoddan chatnab, o'ziga tugumas azob tepib oldi. Ey Xudoning sodiq bandisi, sen bundaq ishlardan yiroq tur. Haqqoniylik, ixlosmandlik, e'tiqod, mehr muhabbat, sabr toqat va muloyimlikni izda. E'tiqod yo'lida ulug' kurashlarni qil. Xudo ato qilgan mangulik hayotni qadrla. Sen buning uchun chaqirilding. Hamda nurg'ulg'an guvochlar oldida bu mangulik hayotni olli-burun ochiq e'tirof qilding. Hammaga hayotlik berguvchi Xudoning, shundaqla Ponti Pilatusga yuraklik holda ulug' haqiqat to'g'risida guvohlik bergan Ayso Masihning oldida sangish shuni topilaymanki, Rabbimiz Ayso Masih qaytib kelguncha Xudoning bu amrlariga to'liq amal qil. Buning bilan hech kim seni ayblayolmasin. Matiyilashga munosib bo'lgan birdan-bir hukmron, ya'ni podsholarning podshohi, Rablarning Rabbi, birdan-bir mangu o'lmas, odam yiqilisha olmaydigan nur ichida yashaydigan, hech kim ko'migan va ko'rolmaydigan Xudo vaqt soati kelganda Ayso Masihni qayta avatidi. Barliq hurmat va kuch-qudrat Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. Bu dunyoda boy bo'lganlarga mag'rurlanmaslikni, o'tkinchi boylikqa umid bog'lamaslikni buyurg'in. Ular umidini biz bahramand bo'lishga tegishlik hammani bizga sexiylik bilan berguvchi Xudoga bog'lasin. Ularga boshqalarga yaxshilik qilishni va xayr saxovatlik ishlarni ko'p qilishni, mard va qo'li ochiq bo'lishni buyurg'in. Bunda qilganda
Ular haqiqiy hayotga erishish uchun kelajakda o'zlariga puxta asos bo'ladigan bir xazina to'play oladi. Hey Timoti, sana omonat qilingan bu ta'limlarni yaxshi saqla. Xudoga bo'lgan ixlosmandlikka munosib kelmaydigan quruq gaplardan hamda bema'ni bilim deguvchilarning talash tortishlaridan saqlan. Ba'zilar mushundaq bema'ni bilimga agishib, e'tiqoddan ketnidi. Xudoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay.